Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüyatqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyghur biliminin nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugün Yəhudi xalqının və Yəhudi təşkilatlarının Uyghur davasını qollaşı, həm Uyghurlar uçrayotqan irqi qırğınçılığa qarşı turuş üçün bir qism hərəkətlərini elib veriş toğrusida söhbət elib barmız. Biz bu münasibətlə Yəhudi Dünya Nəzər Təşkilatının icraiya direktori Serena Oberstein xanımını alayid təklif qıldı. Programı xoş gəldiniz. Köp rəhmət Alim əfəndi. Mən bu yerdə bolğanımdan xoşalman. Thank you. Really appreciate you coming to our show today. Bugün bu proqramğa qatnışıb bəginizə köp rəhmət. Aldı bilən köpçilikə təşkilatınızı bir tanışdırıb ötən bolsunuz. Sure. I'm the executive director of Jewish Worldwide. Buludu. Mən Yəhudi Dünya Nəzər Təşkilatının icraiya direktori. Biz 17 yıllık tarixi ega bir təşkilat. Onun quruluş əsası bizning ziyankeşlikə uçraş tariximiz. Yahudilarning an'anasi va qimmat qarashlarga bog'lanadi. Darfurda irqiy qirg'inchilik yuz berganda insonlar sukut turib oldi. Biz shu chaqda bu tashkilotni qurdik. Yomon bo'lgani shuki, 17 yildan keyin razil kuchlar dunyoning har qaysi joylarida irqiy qirg'inchilik yurgizyotdi. Uyg'urlarning beshiga kelgan irqiy qirg'inchilik bizning diqqatimizni qo'zg'adi. Chunki u yahudilar uchirgan cho'ng qirg'inchilikqa o'xshab ketadi. Shu biz 2 yildan buyon bu keng ko'lamli qabiy zo'ravonlikqa qarshi turib kelyapmiz. To'g'ri, men sizlarning to'r betinglardan bu oyning oxirida Uyg'urlar uchun bir haftalik faoliyat qilmoqchi bo'lganinglardan xabar topdim. Bu qanday faoliyat? Sizlar uningda nima ishlarni qilishni planladinglar? Sure. Later this month, the Jewish people will celebrate Passover, which is the story, as many people know, of the Exodus. It's a story of Shundaq, bu ayning oxirida Pasxa bayramini tabriklamoqchi. Bu bayram nurg'un kishilar biladigan Misrdan chiqish hikoyasidan kelgan bo'lib, qulluqda yashayotgan kishilarning u yerdan chiqib ketish orqali zulmatdan qutulganligi va erkinlikka erishish yo'lini topganligi bayon qilingan. U faqat yahudilarni ta'sirlantirgan hikoya emas, balki hamma insonga o'rtaq hikoya. Biz yaqin yurtdagi musofirlik haqida paranglashgan vaqtimizda ajdodlarimizning Misrdan qanday qochib chiqqanligi hikoyasini so'zlamaymiz. Balki o'zimizni Misrdan ayrilganlar deb turib uni xotirlaymiz. Shunga 11 oyda Yəhudi Dünya Nəzər Təşkilatı bilan bir qism təşkilatlar birləşib vaqtliq ittifoq qurdi. Bu təşkilatlar dunyoning har qaysi joylaridagi Yəhudi kishilik huquq təşkilatlarıdır. Bunun içində Angliyadan Yəhudi Dünya Nəzər Təşkilatı bilan Rene Kassan Təşkilatı, Avropa İttifaqıdan Yəhudi Oquvchilar Avropa uyushmasi, Amerikadan Los Angelesni asos qilgan Uyg'urlarga erkinlik Yəhudi harakati qatorliqlar bor. Amerikadagi Yəhudi Oquvchilar birlashib, bu faoliyatni Yəhudi jamoatining bayramlik faoliyatlari orasiga elib kirishga tirishyapti. Bu faoliyatda o'zimizning hikoyalar emas, bugun yuz berayotgan ishlar, bo'libmi Uyg'urlar uchrayotgan qabiy zulmlar anlatildi. Biz 3 kunlik faoliyat elib boramiz. Birinchi kuni biz dunyo xarakterlik Pasxa bayrami ziyofati hozirlaymiz. Buni bayama aytgan tashkilotlar bilan birlikda qilamiz. Biz yana rabbilarimiz, bosh elchi David Sakristi, Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida vazifa o'tagan sobiq elchi Karl Greshman qatorliqlarni taklif qildik. Uningdan boshqa Nuriy Turkal apandimo bu ziyofatga qatnashdi. Bir qism Yahudi va Uyg'ur rahbarlari bir yerga jam bo'lib, Uyg'urlarga yurgizilayotgan bu qabiy zo'ravonlikni oyoqlashtirish uchun birlikda ovoz chiqaradi, dunyoga chaqiriq qiladi. Ikkinchi kuni dunyoviy chaqiriq kunidir. Buning uchun biz Amerika Davlat Majlisiga a'zolarimiz, Angliya, Yevropa Ittifoqi, hatto Kanadadagi parlament a'zolarimiz bilan ko'rishimiz. Uchinchi kuni savdo faoliyati kunidir. Sizmi bilasiz, hozir 90 dan ortiq shirkat pul o'rnida ishlayotgan Uyg'urlarning qon tarini sumirib pul topadi. O'tgan bir necha oyda kelgan ma'lumotlarimizga qaraganda, bu shirkatlarning ko'pinchisining yana irqiy qirg'inchilik bilan chetishliqi bor. Shunga bu kun yahudilarning savdo faoliyati uchun aytganda alohida bir kun bo'lib, biz ba'zi shirkatlar bilan ko'rishib, 75 yil avvalgi tarixni eslatamiz va bu tarixiy xatolikni takrorlamaslikka undaymiz. Yes, as you said, some of the companies that support Nazi Germany in its community. Siz aytgandek, Nazi Germaniyasiga va Yahudi cho'ng qirg'inchilikka yordam bergan ba'zi shirkatlar, masalan Volkswagen, BMW qatorliqlar hozirmi Xitoy hukumati bilan ma'lum jihatdan yaqin munosabatni saqlab kelyotdi. Siz buning qanday qaraysiz? Nemishqa ular tarixda Yahudilarning qirg'in qilishdek bu xil irqiy qirg'inchilik jinoyatiga sherik bo'lganligidan savoq olmay, bugun yana Uyg'ur rayonida yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikni qo'llaydi.
one would hope that they had learned their lesson. One would hope that when they've publicly made amends and apologized that Kişiler onlarning tarixdan ibrat ilishini, oshkora kechirim so'rashini umid qiladi. Agar ular shuni qilsa, bu tarixiy xatoligini qayta takrorlamaydiganligidan bishorat bergan bo'ladi. Ammo boya aytganingizdek, ular bu xatoligini takrorlayotdi. Bugun yuz berayotgan ishlarga sal qarayotdi. Sizmi bilasiz, yaqinda men sarxillar bilan suhbatlashib kelyapman. Kishilar shuni da'vatdi. Xitoyning olimpik musobaqasining yaqinlashishiga ergishib, biz 1936-yildagi Berlin olimpik musobaqasi qayta kelib qolgandek his qilyapmiz. Kishilar asosan 1936-yildagi olimpik musobaqasining oldidagi ishlarni tilga ilishdi. Shu chaqdagi Germaniyaning dunyo iqtisodiga qaysi yo'l bilan to'p qo'shganligiga qarab boqayli. Natsistlar ko'chalarda bir tutash tozalash ilib bordi. Ular ilib borgan ul asliya qurilishining yahudiylarni bir yerga to'plab, ezib yo'q qiladigan sistemalik qurilma ekanligiga hech kim diqqat qilmadi va bu vositaga sal qaradi. Shuning bilan natsistlar barliq yahudiylarni yig'ilib, lagerlarga soladi yoki poyezdga chiqarib boshqa yerga yetkazdi. Biz mushunga o'xshash fojialarning Xitoyda yuz berayotganligini anglayapmiz. Shunga biz Yahudiy kishilik huquq tashkilotlari va boshqa tashkilotlardagi Uyg'ur rahbarlar bilan bir yerga kelib ovozimizni chiqarib, bu qo'rqinchli jinoyatning chekiga yetganligini bildirishimiz lozim. Biz bu masalaga ko'ngil bo'lishimiz, insonlarga quruq gap bilan emas, amaliy harakat bilan chaqiriq qilishimiz lozim. We have to pay attention and making sure that never again isn't just an empty phrase but a call to action. Like you say, the international community basically Siz aytgandek, xalqaro jamiyat 1936-yili Germaniyaning olimpik musobaqasini o'tkazishni tasdiqlab, natsistlar Germaniyasini mukofotlagan bo'ldi. Shu chaqdami Germaniya yahudlarni tutib, ularni qattiq bostirgan edi. Ammo xalqaro jamiyat yanala qildig'ini qilaverdi. Bugun ular Xitoyning olimpik musobaqasini o'tkazishga yo'l qo'yib qolmay, Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizishini tamoman ko'masga soldi. Bundaq ketaversa sizning qanday bo'ladi? Bo'libmi Xalqaro olimpik komiteti bu pozitsiyasi orqali boshqa mustabid davlatlarga nima uchur bermoqchi? It's a great question. I think that the IOC by now again should have learned its lesson, right? We can't just crack down on countries. Bu nihoyatda yaxshi savol bo'ldi. Mencha Xalqaro olimpik komiteti bugun tarixdan saboq olish kerak. Biz albatta dunyo iqtisodida rol yo'q davlatlarga besim qila olmaymiz. Biz Xalqaro olimpik komitetiga yordam berishni xohlaymiz. Olimpik tanarkat yig'inining maqsadi odil raqobat maydoni yaratish va barliq insonlarni bir yerga jam qilish. Mening olimpik yig'ini haqida biladiganim birlik, kishilik huquq va qarindoshlik edi. Bugungi kunda bilganim bo'lsa, bir millat ziyonkashlikka uchrayotganda ularning bir chetda qarab turishi bo'ldi. Yahudiy dinida jinoyatga sukut qilish uninga sherik bo'lganlikdir deydigan bir so'z bor. Yahudiy dunyoga nazar tashkilotining bu so'zga nihoyatda o'xshaydigan bir ideyasi bor. U bo'lsa-mu, sen bir yomon ishni ko'rib turib, qo'l qo'rishib qarab tursang bo'lmaydi degandan iborat. And Jewish World Watch holds that phrase and that idea very close, that it's not okay to witness something and then do nothing. Sizningcha 2022-yil o'tkazilgan qishliq olimpik musobaqasiga qatnashish yoki uni boykot qilish masalasida xalqaro jamiyat, bo'libmi Amerika yetakchiligidagi g'arb davlatlari qanday qilish kerak? We've been working together with the coalition to end Uyghur forced labor. Bu ishda ittifoqdoshlarimiz bilan izchil hamkorlashib kelyapmiz. Yahudiy kishilik huquq tashkilotlaridan tashkil topgan bu ittifoqimiz Uyg'urlarni majburiy amalga silish masalasini o'tirib qo'yib, diplomatiya jihatdan boykot qilishni talab qilyapti. Xitoyning qilmishlari irqiy qirg'inchilik, madaniyatni yo'q qilish. Shunga biz Xitoyga bormaymiz degan uchurni tarqatyapti. What's your message to countries such as Yaqinda Angliya bosh ministri Boris Johnson Xitoydagi olimpik musobaqasini boykot qilmaydiganligini bildirdi. Sizning Angliyaga o'xshash davlatlarga deydigan biror so'zingiz bormi? I think that it's unfortunate. I think that our world leaders, I know that in the parliament they are debating a bill right now, and in fact bu albatta ichinarliq bir ahvol. Angliya parlamentida bir qonun loyihasining muzokara qilinayotganligini bilaman. Uyg'ur haftaligi faoliyatida Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb bekitish chaqiriq qilindi. Men parlament a'zolarimizga shundoqla insonlikni qadrlaydigan, insonlarning shon-sharafi, huquqiy va zo'ravonlikdan xoli siyosiy, diniy erkinlikni qo'llaydigan, tug'ilishdan shakllangan kimligi bilan yashaydigan, bolalarga o'z madaniyatini o'rgatadigan, shundoqla
ularga irqiy qirg'inchilikning nimaligini bildiradigan insonlarimizga kuchli madad beraman. Yuqorqidek ahvol yuz berib qolsa, oldi bilan cho'qim harakat qo'llanib, Xitoyning bu irqiy qirg'inchilikni davomlashtirishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Mencha bo'lganda, mayli Amerika yoki Angliya bo'lsin, hammasi shirkatlarning irqiy qirg'inchilikqa sherik bo'lmasligiga kafolat qilishi kerak. Ularning biz bu jinoyatga sherik emas deydigan axloqiy majburiyati bor. Or the UK, we have an obligation, we have a moral and ethical obligation to make sure that companies aren't complicit and that we're not complicit. And since China started committing this genocide and the crimes against humanity, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga elib borgan jinoyati irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitilgandan buyon Amerika, Kanada, Gollandiya va dunyoning har qaysi joylariga Yahudi jamoati va tashkilotlari buni bas-bas qo'lladi. Uyg'ur xalqimi albatta bunday kuchli qo'llashlardan nihoyat minnatdor. Savolim shuki, Yahudilar Uyg'ur musulmonlarga nimishqa buncha ko'ngil bo'ladi? Albatta biz hozir irqiy qirg'inchilikka uchrayapmiz. Shundaqdimi so'ray, Yahudi jamoati va tashkilotlari Uyg'urlarga nima uchun ko'ngil bo'ladi? Well, I would say first and foremost, you know, Jews and Muslims are cousins. We know, I think all of us know the story of Isaac and Ishmael, and oldi bilan shuni deymanki, sizmi bilasiz, Yahudilar bilan musulmonlar qarindosh. Biz hammamiz İsa payg'ambar bilan İsmoil payg'ambarning qissalarini bilamiz. İnsanlarning genini tekshirib kelsa, musulmonlar bilan Yahudilarning DNAsi bir-biriga asosan o'xshaydi. Mencha ish bu yerda tugmaydi. Biz bu jinoyatga sukut qilishning qanday oqibat paydo qilganligini hammadan bak biladigan xalq. Dunyo teg'i falokatga uchirmagan chaqda biz ziyonkashlikka uchirgan edik. Shuning bilan ko'pinchimiz talay sinab, boshqa davlatlarga qochib, o'z ziyonkashlikdan omon qoldik. Bundan ilgari 1920 yillardami Yahudi cho'ng qirg'inchiligi yuz bergan. Bunday fojialik tarixni bizmi burun bilmaydik. Bugun mayli musulmon, mayli Yahudi, mayli xristian yoki dinsiz bo'layli, hammamizning bu jinoyatga qarshi bir ish qilish majburiyati bor. Yahudi jamoati, bo'libmi Yahudi dunyoga nazar tashkiloti bunga yordam qiladi, sadoyimizni yuqori ko'taradi. Chunki biz boshdan kechirgan shu bema'ni qabohatli tarixni hech qanday xalq boshdan kechirmadi. No community or ethnicity experiences the same thing that our community endured. Yeah, to the great distress of the Uyghur people, in fact, we haven't seen this kind of like strong outpouring support. Shundaq, hamda Uyg'urlarning kulfatlariga nazar solsak, bir yoqdan Xitoyni qo'llayotganlar, masalan, ba'zi musulmon ellar va tashkilotlar, hatto g'arbdagi tashkilotlarning sukutda ishganligini ko'ryapmiz. Bu Uyg'urlar uchun ishongusiz bir ahvol. Albatta biz dunyoning har qaysi joylaridagi Yahudi jamoati va tashkilotlarining zo'r kuch bilan qo'llashiga rahmat aytamiz. Men sizdan so'raydigan yana bir savolim bo'lsa, Yahudi cho'ng qirg'inchiligidan keyin Ikkinchi dunyo urushi mezgilida 6 million Yahudi natsistlar Germaniya tarafidan o'ldirildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 1948-yilda qurilganda irqiy qirg'inchilikning oldini olish va uni jazolash aktnomasini e'lon qilgan. Ular yana bundaq irqiy qirg'inchilik yuz berishga qayta yo'l qo'ymaymiz degan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qurilish sababi kishilik huquqni, ya'ni Yahudilarga va bugungi Uyg'urlarga o'xshash insonlarning kishilik huquqini qo'llash edi. Bugunga qadar biz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterresning bu haqda biror eg'iz gap qilganini anglamadik. Siz Xitoyning Uyg'urlarga yurgizib kelgan jinoyatni irqiy qirg'inchilik deb oshkora e'lon qilish kerak. Bu masalada sukut qilishning o'rniga aniq pozitsiya bildirish kerak deb qaramsiz. You should publicly denounce China's genocide of the Uyghurs and take a stand on this issue instead of keeping quiet. Yes, absolutely. You know, I've heard people around the world, public sentiment saying, well, you know, shundaq, albatta shuna qarayman. Men dunyoning har joyidagi insonlarning ishtihi u darajaga bormidi deganlarni angladim. Ammo ish shu darajaga, ya'ni meni qo'rqitqidek darajaga bordi. Biz kishilarning yarim kechada yo'qolib ketganligini, chochlarini tushirganligini, poyizga chiqarganligini, sistemalik shaklda bosqinchilikqa uchirganligini, tutqun qilinib qul o'rnida Amerika selinganligini, Xitoyning davlat ichida keng ko'lamda tashviqot yurgizayotganligi, shirkat zavodlarga odam oldirayotganligini ko'rdik, angladik. Bular Germaniyaning Yahudilarni qirg'in qilish oldida qurgan ul asliyalarga o'xshaydi. Balkim kishilar ko'plab o'ldirilmagandi, ammo biz buni texi bilmaymiz.
Bu rayondan kelgan uchurlar bir necha yil oldidagi uchurlar bo'lishi mumkin. Shunga biz Xitoyning bu jinoyatni yana qanchalik davomlashtirilganligini bilmaymiz. Bizning bilishimizcha, Xitoymi Germaniyaga o'xshash cho'ng qirg'inchilikqa tayyorlik qilyotdi. Shunga bu uchurlar texi yetarli emas. Biz yana Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qanday harakat qilinganligini bilmaymiz. Holbuki, Yahudi dunyoga nazar tashkiloti boshqa Yahudi tashkilotlariga o'xshashla Xitoyda bo'lgan ishlarni va kutilmaganda yuz beradigan ishlarni ko'rib yetdi. Biz shuni bilamizki, agar hozir harakat qilmasak, kechikamiz. And final question is, what do you think? Because the U.S., both the Trump and the Biden administration determined that China is committing genocide and crimes against humanity. Axir sualim, Trump hökuməti bilan Biden hökuməti Xitoyning Uyghur və başqa xalqlarga yurgizib kelgan jinoyatni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb atgandan keyin Kanada bilan Gollandiya parlamentimi Xitoyning jinoyatni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Yaqin kelgusida ko'plagan davlatlar mushundoq qilishi mumkin. Sizningcha Amerika qanday qilish kerak? Amerika Xitoyning jinoyatni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb atgandan keyin bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish kerak bo'ldi. Xitoy hozir Uyg'ur xalqini butunlay yo'qotishga o'tdi. Amerika buni to'xtatish uchun g'arbdagi ittifoqdoshlari bilan birlikda nimalarni qilish kerak? Together with its Western allies to stop China basically completely eliminating or exterminating Uyghurs as a people. Well, the first thing we can do, we have legislation that's open right now in both the Senate and Congress, which is the Uyghur Forced Labor Prevention Act. So the first thing that we can do is pass that. Bizning qilaoladigan birinchi ishimiz Amerikaning qonun chiqarish organi bo'lgan davlat majlisida Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonunini ma'qullatish. Bu birinchi qadamni cho'qim bosishimiz kerak. Shundala qo'l qilingan Uyg'urlarning qon tarini sumirayotgan shirkatlarning qilmishiga xotima bergili bo'ladi. Bu qonun mushu oyda muzokaraga qo'yilishi mumkin. Bu ham bizning chaqiriq kuni o'tkazishimizga bir sabab. 3-oyning 31-kuni davlat majlisi a'zolari biz bilan ko'rishni xohlaslar, ularning xeyli ko'p qismi bilan ko'rishimiz. Ular hatto bizning davlat majlisi a'zolarimiz bilan birlikda yig'inlarga qatnashsa bo'ladi. Biz davlat majlisi a'zolari bilan Janubiy Kaliforniyada uchrashishga tirishyapmiz. Meningcha, bu birinchi qadam. 2020-yili biz Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasini ma'qullatib, Amerikada yashayotgan Uyg'urlarni davlat-aro o'tkazib berish va tahdidga uchrashdan qo'g'dab qoldik. Biz bu ishda ching turishimiz kerak. Biz yana Xitoyning zulmidan qochib chiqargan Uyg'urlarni qo'g'dab, ularni ziyonkashlikka uchrashdan saqlashimiz kerak. Menimcha biz Xitoy hukumati, Xitoy kompartiyasiga qat'iy qarshi turishimiz lozim. Madaniyat farqi deb qo'yish bilan ish tugamaydi. Shunga bu ishlarga diqqat qilishimiz, Xitoy bilan sog'lom munosabat o'rnatishimiz lozim. Ammo Xitoy Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizsa, qilayotgan ishi insoniyatga qarshi jinoyat tursa, uning bilan sog'lom munosabat olib borg'ili bo'lmaydi. Shunga ular bilan chek-chegara bekitishimiz, uni texmi ilgirlagan holda cheklashimiz va bu qirg'inchilikdan to'xtatishimiz kerak. The right to human life in the way that the Chinese government is doing to the Uyghur people. That's not a relationship that we need to hold on to. We need to stop it. We need to set boundaries. We need to sanction them and stop them from going any further. Bugun vaqt chiqarib bu suhbatga qatnashganingizga ko'p rahmat. Suhbatga taklif qilganingiz uchun sizga rahmat Olim Bey. Men bu yerda yana ko'pchilikning Uyg'ur haftalik faoliyatimizga qatnashib berishini umid qilaman. Hörmətli görürmənlər, bugün proqramımız bu yerdə axırlaşdı. Kelar qitim görüşəcək. Xush vaqt bo'lsin.